Uyg'urlar 2020-yilga Xitoyda lagerlarda iztirab chekayotgan millionlagan Uyg'urning nidolari ostida kirib kelgan bo'lsa-mu, ammo bu yil dunyo siyosiy sahnasida Uyg'urlarga oid xayrli ishlar ko'p yuz bergan. Xitoy Kompartiyasining abdi bashirisi yanama ilgirlagan holda oshkorlangan bir yil bo'ldi. Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari komiteti 8 yanvar kuni e'lon qilgan yillik dokladida Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligiga doir kuchli faktlar bor deb ko'rsatdi. Kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti 14 yanvar e'lon qilgan yillik kishilik huquq dokladida Xitoy hukumati kishilik huquqqa dunyoviy tahdid deb ko'rsatgan bo'lsa, Amerikaning ayni vaqtdagi davlat mudofaa ministri Mark Espermo 15 fevral München bexatarlik yig'inida Xitoyning dunyo tartibiga ig'ir tahdid ekanligini bildirgan va xalqaro jamiyatni uyqusini echishga chaqirgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 16 yanvar kuni Xitoyning Uyg'ur rayonidagi lager tutqunlarini qo'yib berishi, Xitoyning o'z fuqarolariga vahim silishdek rahimsiz siyosatiga xotima berishni talab qildi. 17 fevral Qarqash hujjatlari deb atalgan bir maxfiy hujjat oshkoralanib, dunyoda yana bir qatim g'ulg'uliq qo'zg'adi. Mazkur hujjatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qandoq bahona sabablar bilan tutqun qilib, lagerlarga tashlaganligiga doir kuchli dalillar yer oldi. 24 fevral BDT kishilik huquq kengashining 43-navbatlik umumiy yig'inida Yevropa ittifoqi Xitoyning jazo lagerlari siyosatini aybladi. 26 fevral Google tarjimon yumtolig'i Uyg'ur tili qo'shilib, o'z tili Xitoyda cheklangan Uyg'urlarni qattiq hayajonga soldi. Avstraliya strategik va siyosat instituti Uyg'urlar setiladi. Qayta tarbiya Şinjan'dan halqıgan məcburi əmgək və nazarat namlıq dokladını e'lon qilgandan keyin zo'r inkas qo'zg'adi. Dokladda oshkorlanishicha, 2017 yildan 2019 yillar orasida Xitoy doiralari Uyg'ur elidan 80 mingdan ortiq kishini Xitoy o'liklaridagi zavodlarga yo'tkab ketgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 4 mart kuni 2020 yillik xalqaro jasur ayollarni mukofotlash murosimi o'tkazdi. Bu marosimda Amerikaning birinchi xonimi Melania Trump bilan Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo lager shohidi Sayragul Saudbayga mukofot taqdim qildi. 20 aprel Yahudi qirg'inchiligi muzeyi bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar masalasida insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligini qayta eskartdi. 29 aprel Amerika Tashqi ishlar ministrligi Beijingning Uyg'ur va boshqa musulmon asonliq millatlarga qaratgan rahimsizlarcha tutib turish va bostirish sistemasidan andish qilayotganligini. Bu munosabat bilan Xitoyni xohlagancha qo'lga elinganlarni darhol qo'yib berishga, qattiq qo'lliq siyosatlarini oxirlashtirishga chaqirdi. 1 may Amerika tamojnasi va chegara qo'g'dash idorasi maxsus buyruq tushirib, Xitoy hukumatining majburiy emgak faoliyatiga chetishliq bo'lgan Xotan Howlin Chach mahsulotlar shirkatining har qanday mahsulotini Amerikaning barliq tamojna egizlarida musodir qilishni uqtirdi. 26 may advokat Nuri Turkel Amerika diniy erkinlik komitetiga komissar bo'lib tayinlandi. U Amerika tarixida mazkur o'ringa tayinlangan tunji Uyg'ur bo'lib qoldi. 27 may 2020 yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni loyihasi Amerika Ovon palatasidan birga qarshi 413 ovoz bilan ma'qullikdan o'tdi. Bu qonun loyihasi 14 may kuni Amerika Kengash palatasida to'liq ovoz bilan ma'qullangan edi. 17 iyun kuni tushdan keyin Amerika prezidenti Donald Trump mazkur qonun loyihasiga imzo qo'yib, buning rasmiy qonun bo'lganligini jakarladi. 4 iyun Amerika, Angliya, Germaniya, Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Norvegiya, Shvetsiya va Yevropa ittifoqi qatorliq 9 davlatning parlament a'zolaridan tashkil topgan Xitoyga qarshi parlamentlar komiteti qurilganligi e'lon qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 25 iyun kuni e'lon qilgan Amerikaning 2020 yillik odam atkashchiligi dokladida Uyg'ur elidagi lager va majburiy emgakni bekor qilishni ta'kidladi. 30 iyun kuni Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan majburiy tug'mas qilib o'tish tadbirlarini qirg'inchilikqa barobar deb ko'rsatdi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqoridagilar 2020 yilning oldingi kerimida radiomizda berilgan muhim xabarlarning ozgina bir qismi xolos. Buning davomini kelar qatimliq programmamizda ulab anglitamiz.